Sen İngiliz buldun mu onu? Ha? Tasman tahmin geldim. İyi, tahmin geldiniz mi? Ayağımda yan var. Anca İngiliz var mı? Ayakta başkır var. Shuncha. İsmingiz nima edi? Çırpın. Chilpon opa. Holat qanaqa? Tasmana tahmin geldim. Taqib yurarmidingiz? Taqib yuraman. Kecha kuni men taqmadim. Yaxshi yurdingizmi kecha? Yaxshi shuni o'ng tomondan og'riqni Qarab turing, bismillah. Ko'ringchi. Ha? Yaxshi. Nima yaxshi? Ko'tarilyapti. Qo'yib yubordingmi? Endi-chi? Yaxshi. Ancha yaxshimisiz? Yuringchi. Qanaqa holat, onam? Yaxshi. Yengillashdida? Qayerdan kelganlar? Mingbuloq. Men bir oldin tasma qancha to'qdingiz? Men 5 yildan beri. 5 yil tasma to'qaradi. Tasma tashlab yubordingizmi endi? Kecha taqmadim. Yaxshi. Endi toqmang, bo'ptimi? Ancha yaxshisiz onajon. Ha, Xudoga shukr. Kim? Nima bo'lgan? Oyoq og'riradi ikkalasi ham. Ko'rchi. Uni ustida yo'qolyapti. Yo'qolyaptimi? Qara. Uni ustida yo'qoldi. Yo'qoldimi? Isming nima? Baxtiyor. Baxtiyorjon. Qara ko'rchi, Baxtiyorjon. Yaxshi. Nima yaxshi? Bundan ustida bundan qolmadi. Ha. Bundan ustida sal qolyapti. O'tirursiz? Sonda turib. Buni yoqishingmi? Baxtiyorjon. Ko'r Baxtiyorjon. Ha? Bo'ldi yo'qolyapti. Yo'qolyaptimi? Qayerdan keldingiz? Qarqalpaqda. Nechinchisi bu? Birinchisi. Nima bezda qilyapti? Shu tiza og'riydi. Shu boshim og'riydi. Birinchi bormi hozir? Yaxshi. Qo'yib yubordingmi? Aha. Ismingiz nima? Yotibboy. Latip aka. Ko'ring. Yaxshi. Aniqmi? Aniq yaxshimi? Xohlasa. Yaxshi bo'lyaptimi? Ikkinchisi. Ikkinchi. Nima bezdan? Sahar bor, kalla shanglaydi. Ha? Ko'tarilmasdi deyman. Ko'tarildimi? Qo'llar og'riydi. Ko'ring. Ha? Ömrünüz uzoq bo'lsin. Nima, bular ko'tarilmasmidingiz? Yo'q, yo'q. Qayerdan keldingiz? O'tkir Qoraqalpoq dedi. Qoraqalpoq. Har yilda bir kelamiz. Qani ko'ringchi. Ha? Ömrünüz uzoq bo'lsin dedi. Rahmat. Bular ko'tarilmasmiz. Necha yil? Shu o'tgan keldimi? Ha. Unda yaxshi. Unda yaqinda bir oyda boshlatdi. Yana yetmas. Hozir oralar qayerda bu? Qolmadimi? Shu Latif akam yaxshilab davo. Siznikichi, siz ham qo'lish ko'tarilyaptimi? Ha, yaxshi. Og'rirdi-da, ko'tarilardi. Hozir og'rimadimi? Yo'q, yaxshi. Qo'yib yubordimmi? Alloh tarar mendanmi? Nima bo'ldi? Shu oyog'im 11 yildan beri og'riydi. Qaysi oyog'ingiz? Chop oyog'im bunga o'tadi. Ishadi. Aylarimda ham salchiq bor qo'llar. Ko'ringchi. Yaxshi. Nima yaxshi? Qo'yib yubordimmi? Qo'yib yubordim. Oyoq og'riq qo'yib yubordimmi? Qo'yib yubordim. 11 yillik og'rig'i? Tavba. Yuringchi. Tavba uni. 11 yillik og'riq qo'yib yuborsin. Qayerda? Buni. Ak. Yaxshimi? Ha? Ana? Rahmat. Alloh umringiz bersin. Alloh barak bersin. Yuzi tirik. Odamlar duosi olib yuradi. Hozir Qalay bo'ldingiz? yaxshi qoldi. Yaxshi qoldingizmi? Hamisha yaxshilikka bo'lsin. Allohdan mendan. Aka nima bo'ldi? O'ddimlanadiki, bel kecha ushab qoldi, shuma bel. Yer bo'lganda shu yerda nima qiladi? Ana to'liq. Ishda qo'ydim, chapayog'im poy torishib qolib, ana. Endichi. Nima qo'yib yuboring? Bormi? Ushab turadimi? Mana shu tochka bo'ladi. Qani tochka? Ketdi. Anjanga ketdi. O'tim sal dimlantiradi, ovqat yeyishim Hozir ketyapti. ovqat yemaydi, mag'riz ovqat yeydi. Bargas qilaylik. Bargas qiling. Mana shunga. Qani? Hozir bormi? Yo'q. Qo'yib yuboring. Rahmat, hojika. Otasi nima bo'lgan otaga? Ikkita tizim og'riydi. Hozir bormi?
shukr yengillashdi. Yengillashdimi? Qayerdan keldi ota? Samarqanddan. Birinchi kelsizmi? Ko'ring ota. Yaxshi, Xudoga shukr. Ismingiz nima? Doston. Doston aka nima bo'lyapti hozir? Yaxshi. Aniqmi? Og'riqlar yo'q. Samarqand qayerdansiz? Jomboy yuribman. Jonboydan, ha? Yengillash necha yil bo'lgan bu kasallik? 4 oy bo'ldi. 4 oy bo'ldi. Hozir yaxshimisiz? Xudoga shukr. Qo'yvordim ancha. Assalomu alaykum hammalaring. Yaxshi keldilaringmi? Alloh dardlaringga shifo bersin, noumid qilmasin, umid bilan keldilaring. Alloh o'zi shifoxonasidan shifo bersin. Zamonimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, rahbarlarimiz umri uzoq bo'lsin. Nima niyatda kelib qo'l ochgan bo'lsanglar, niyatdan yetinglar. Bugunni o'zi shifo bersin sizlarga. Alloh sizlar bilan bo'lsin, hamisha yonlaringda bo'lsin. Alloh kasb-korlaringga baraka berib, oilalaringiz tinch yashashni Alloh nasib aylasin. Faqat Allohdan mendan so'ramanglar. Men sababchiman xolos. Xudodan so'raymiz hammamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Onaxon nima bilishingizmi? Men bugun keldim bilganda. Nima bu? Kelib kelganman, ko'zim qoralashyapti, oyog'im og'riydi. Oyog'im yaxshi bo'lib ketdi, yana og'riydi. Hozir og'rig'ingiz bormi? Oyog'im Qancha? ikkita zam og'riydi. Ko'ringchi. Ha? Yaxshilandimi? Qayerdan keldingiz, ha? Men o'zim keyin ko'p qoralashyapti. Ko'ringchi. Nima yaxshi? Ko'zim sovlari. Ha? Sog' ochildi ko'zim. Ko'zi ochildimi? Bismillah. Ko'ring. Ha? Ismingiz nima? Mavlud. Allohga omonatsiz. Nima deysiz qani? Artrit bo'lganman, boshim og'riydi, yuragim og'riydi. Hozir bormi? Yo'q, Ha? yaxshiman. Qo'yib yubordimi? Qo'yib yubordi, shu yuragim sanchiydi, ko'p sanchiydi undan keyin. Hozir bormi sanchish? Yo'q. Yuragim qo'yib yubor. Tez og'riydi. Hozir yengillashdingizmi? Ismingiz nima? Shafoat. Shafoat opa. Qandaysiz endi? Yaxshi, rahmat. Yaxshimi? Opacha siz nima bo'lyapti? Endi bo'ynimda girja bor, belimda girja. Mana shu biqinimga sanchib beryapti elimda, oyoqda. Hozir bormi sanchi? Hozircha yo'q, tizzam og'riyapti hozir. Endichi. Yo'q, bunisi og'riyapti. Endichi deydi. Yo'q. Yo'q. Bormidi hozir? Bor edi, hozir bor edi. Ismingiz nima? Muborak. Qayerdan keldingiz opa? Zomindan. Bilamisizlar? Men xo'jayin yurib ketdimiz. Xudo xohlasa. Nima bo'ldi? Yaxshi. Ha? Yaxshi. Rostdanmi? Sanpichi borma yersa. Endi ko'ring. Yaxshi. Ha? Yaxshi. Qancha bo'lgan? Yani 10 yildan oshib ketdi. Voy, 10 yillik kasallikmi? Ancha 10 yaxshi. yildan beri shu belim girja. Hozir bormi og'riq? Hozir yo'q. Yo'qoldimi? Og'riyatdi, yo'q. Ketdi. Zominga ketdi. Zomin tog'lariga haydab yubordi bu. Girja bilan kelganman. Chap tomonim bosh, odoq oyoq uchigacha og'riydi, Hozir tizzalarim bormi bilan. og'riq? Ko'kraklarim, Endichi. Ha. quloq, yo'q, Bormi og'riq? yo'q, qo'llarim, Ketyaptimi? quloq, ko'z, Birak. birak. Endi qanday? Boshimda xuddi tosh bosib turgandek Endichi? bo'ladi. G'ashlik borda. Qani bormi hozir? Yo'q, ochildi. Nima ochildi? Nima ochildi? Bosh tomonim ochildi, xuddi tosh bosib turibdi. Ismingiz nima? Oysat, Ha? Oysat, Oysat opa qayerdan keldingiz? Surxondaryoda. Surxondaryo. Qani ko'rinchi qaytingizda qoldi? Bu taraf shekilli. Endichi. Yaxshi. Nima yo'q? Tizzalarimda bor endi. Endichi. Yaxshi. Endichi deydi. Zo'r. Sap alg'ab turishim mumkin, qo'rqmayapman. Men girja boraman, tizim bor unda. Oyog'ingizdanmi? Qirg'izistondan keldingizmi? Tizim. Hozir bormi og'riqingiz? Ha? Ha? Sal jaxsimi? Ko'ring. Ha? Ha?
Yaxshimi? Akasi. Ismingiz nima? Sajida. Sajida apa Qirg'iziston. Ko'ring. Endi-chi. Ha? Nima yaxshi? Putim yaxshi. Yaxshi? Ana yaxshi bo'ldimi? Yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi bo'lsin. Apajon ishingiz. Jon, sizga yetib keldik va nihoyat Qayerdan 2 yil keldi? deganda Toshkent tumani, Chinoz tumanida Nima biz? 10 kunmi men chimchib ko'ring, men siz oldingizdamanmi yo'qmi? Qani, O'g'llarimga va shu yerdamanmi qilib aytamanda hamma negativchilar telefon dardim shu kishini ko'rishda telefonda. Bolalarim aytadi, shuni o'rniga boring, aya boring deydi, boramiz. Bular o'zlari aytayapti, siz nasiba qo'shilgan kuni kelasizlar meni oldimga. Alloh naqsa kelasizlar deyapti. Ey Xudo, meni ham o'sha kishini oldiga jo'nat, meni ukam ekan 10 yosh kichkina. O'sha bola bilan gaplashay. Jonim og'riganidan shunchalik aytamanda borib uchrashaman, gaplashaman. Alloh rozi bo'lsin apajon. aynan, Alloh siz- chaqirsinlardi. Ha, shuda. Men chaqirganim yo'q. Siz ham tan joningiz sog' bo'lsin. O'zbekistondan ketmang, jon ukam. Mana shu o'zbeklarga keraksiz. Ozarbayjonga ham endi ular boshqa davlatda odam-ku, mayli, ular ham sog' bo'lsin, hammasi, lekin O'zbekistonga keraksiz, jon uka. Hamma narsa do'rsin, yo'lchiboyi ham, boshqasi ham. Faqat bizga keraksiz. Men sizlar uchun xizmatda bosh O'zbekiston haqida kerakman. Tinch bo'ling. Lekin aynan bolalaringizga sig'dirishmayapti-da. Sig'dirmaganlarchi, o'zlari nima bo'lsa bo'ladi. Xudo Ko'rolmaganlar yo'limni to'siyapti. Xudo ko'rib turibdi. Xudo, siz haqmisiz, ular haqmi, Alloh ko'rib turibdi-da. Allohga topshirib qo'ydim ularni hammasini. Biz ham topshiryapmiz. Kechasi-yu kunduzi sizga duodamiz. Sog' bo'ling, tinch bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling. Faqat O'zbekiston uchun xizmat qilsinlar. Qarang, shuncha odamni anaqasini dardiga. Mana hozir boshqa davlatlar chaqiryapti. Ashida, Chaqiryapti. Qolmasin deb Xudodan so'rayman-da. Ular shartnoma tuzamiz ham. Lekin men bu O'zbekiston xalqini yaxshi ko'rgan chetda xolos. O'zbeksiz, o'zbekka keraksiz, jon ukajon, aynan sog' bo'ling, tinch bo'ling. Kasal bo'lmanglar. Onangizlarning oldiga kirdim, onangizlar ham sog' bo'lsin, baxtingizga, o'g'il qizingiz rohatini ko'ring. Faqat O'zbekistonda xizmat qiling, ana. Amin. Nima bezda qilyapti opajon? Boshim og'riydi, davleniya, ko'zim Bismillahirrohmanirrohim. oyoq og'riydi. Sizga zo'rg'a yetdim 2 yil deganda. Alloh chaqirdi, keldingiz. Alloh chaqirdi. Hali ham ishonmayapman siz oldingizga kelganimga. Ayta ikkita qizim ham kelib o'tirdi, chiqib ketishdi bolalar. Oyoqlarim og'riydi. Hozir qayerda boraman? Mana shu chap oyog'im ko'proq Qayerda? og'riydi. Sizlarmi? Ha, tizza, boldirlarim. Bismillah. O'ng oyog'imni beti jaz achishadi, yurgizmay qo'yadi. Hozir bormi og'rimiz ko'rinchi? Hozir endi birdaniga bilinmay qolsa kerak, ertalabgacha aytaman. Hozir yo'qmi og'rim? Bor, mana chap oyog'im. Sal pasaydimi? Ha, sal pasaydi. Alloh shifo. Men sizni ko'rganda o'sha pasayib bo'lgan. Cho'kka kelganda ertalab ulgurmay qoldim seanslariga. O'sha xonani olib yotibman, aytamanda qizlarimga. Men tuzalib qoldim, qizlarim ko'kka kelib. Alloh Qanda zo'rg'a keldim mashinada. shifo. Rahmat, sog' bo'ling, Hozir ko'ringchi. ketmang. Iltimos, sizdan ketmang. Shuni so'rayman deb kelganman sizdan. Iltimos qilaman deb kelganman. Hozir qalaysiz? Hozir durustman. O'sha ertalab kelganimdan beri durustman. Men zo'rg'a kelib oldim. Mayli Alloh. Salpa ilg'asa qo'rqmanglar, apa? O'sha chap oyog'im. Keyin mana shu oyoqni bunaqasi bo'ladi deydi. Mana shu yetida bunaqa shu oyog'im jazillab achishib. Hozir bormi achish? Hozircha sal kamaydi. Kamaydimi? Kamaydi. Yerda salpa seansan ilg'asa qo'rqmanglar. Rahmat, sog' bo'ling. Faqat ketmang, iltimos. Nechinchisi bu? Birinchi. Nima bezda qilyapti? Mana shirinlar. Bismillah. Hozir bormi? Sen qo'ydi. Qo'ydimi? Ismingiz nima? Rohatdan. Qayerdan keldingiz? Asli Xorazmdan. Toshkentdan keldim. Hozir ko'rinchi kinoja? Ha? Qo'ydimi? Yengillashdingizmi? Bismillah, bismillah. Alloh shifo ber hammalariga ko'ringchi. Tayda qoldimi? Endi-chi ko'ring.
Ha? Yaxshimi? Alloh shifo bersin, ha? Apajon sog' bo'ling. Nechinchisi? Birinchisi bu. Hozir bormi og'riq? Ha? Ha? Bormidi hozir? Bor edi, mana shu oyoqda. Qayerdan keldingiz? Birinchi kirishdingizmi? Shaxsabız. Och ko'ringchi apa. Ha? Nima yaxshi? Ha? Sal bo'shaydi. Yengillashdimi? Endi-chi? Nima yaxshi? Yengil bo'ldi. Hozir qo'yib yubordimi og'riq? Bormi og'riq sal bo'lsa ham yo'qmi? Yo'q. Necha yil bo'lgan onam bunga? Qancha bo'lgan bunga? 5-6 yil. 5-6 yil. Ismingiz nima? Kuni? Sharofat. Qani ko'ringchi. Ha? Oqtaryapsizmi kasalingiz? Yo'q. Nechinchisi bu? Bu ikkinchisi. Yetabata ko'rdi. Nima besda qiladi? Tizan. Orqa umurtqam shu orqa. Sal yengillashdimi yo'qmi haligini? Og'riq kuchaydimi? Mana qovurgan bormi? Bo'yni yelkalarim og'riyapti. Boshim. Bir qara ko'tar. Hozir ko'ringchi. Yili qoldi. Ha? Qoldi. Qoldi? Yo'q. Sal yengil. Yelkamda ham buni. Endi shu. Nima? Qayerdan keldingiz? Buni shu meniki jibut shu. Endi ko'ringchi. Jichchami? Endi ko'ryapman. Ha? Ha? Qoldi? Qancha bo'lgan bunga? Qancha bo'lgan bunga? O'rganiga ham yaqinda o'radi bir Hozir 2 oydan beri o'ryapti. hozir o'zgarish bormi? Ha, o'zgardi. Ismingiz nima edi? Sanobar. Sanobar opa. Rahmanova. Zo'r. Sanobar opa yaxshi Andijon. Apajon nima bo'ldi? Oyoqlarim unaqa bo'ldi. Qizib oldi. Aha. Ikkinchisi, bo'ynimda og'riq bor ekan ishchi. Hozir bormi og'rig'ingiz? Og'rig'im, mana shu bo'ynimda. Hozir bormi? Suvagim yetsam bilaman. Suvagim mana shunday yetsam og'riyapti. Endi-chi. Ha? Yengilashyaptimi? Sal yengillashdi. Oyoqlarim buni chap ishib qoladi. Ish bo'ldi. Endi-chi. Oyog'im o'zi yengilib qoldi birinchi seansda. Yaxshi o'zgarish bo'ldimi? O'zgarish bo'ldi, og'rib oldi. Ha. Og'rib, shu jizillar, suvaklarimda chicha og'rish bor. Hozir bormi og'riq? Og'rib hozir nima yo'qda og'rimayapti-ya? Og'rimayapti endi? Ha, bo'ldi, og'rimas. Assalomu alaykum hammalaringga. Alloh amin. Alloh shu kelgan bemorlar darlarga shifo bergin. Noumid qilmagin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Nima niyatda kelganmiz, niyatimizga yetaylik. Xonadonimizga Alloh xursandchilik keltirsin. Alloh shu kelgan bemorlar umid bilan kelgan. Dardlarga shifo ber Alloh. Alloh o'zing chaqirding bularni Alloh. Endi o'zing shifosini ber, meni yuzimni yoriq qilgin Alloh. Shularni Alloh meni ham yuzimni yoriq qilgin, hamisha xursandchilikda ko'rish nasib aylasin. Faqat Allohdan so'rayman. Men hech kim emasman. Sababchi bo'lishim mumkin. Alloh bismillahirrohmanirrohim. Aka nima? Nechinchisi? Bugun ikkinchisi. Nima biz? Shu bel qizlar. Sal yengillashdim. Ko'rimizni sekin-sekin. Bo'shayaptimi? Hozir bormi? Hozir. Ha? Bormidi? Sal bor. Hozir bor edi. Qo'yib yubordim. Allohdan so'raydi mendan. Bismillah. Aka nechinchisi? Ikkinchisi. Nima bo'lyapti? Shu bel, oyoq, qo'l, bosh hamma joy. Hozir oraman. Sonlarman. Yengillashdimi? Qayerdan keldingiz aka? Angliyada. Hozir qalay bo'ldingiz hozir aka? O'zgarish yaxshimi? Allohdan, ha? Aka nechinchisi bu? Ikkinchisi ertaman kelganmiz. Holat qanaqa? Holat tuzuk. Zad yengillik bo'ldimi? Ha, yengillik bo'ldi. Qayerdan keldingiz? Andijon. Hozir ko'ringchi. Ha? Qayerda bu?
Endi. Ha? Yuring. Yuring. Aka qalaysiz? Ismingiz nima? Azam aka nima degan doktorlar? Doktorlar ko'rsatiroz degan. Ha. Shu emirlashdi. Aha, yo'q. Yo'q, ajomas yo'q bo'lib ketsa, yashnadi. Hozir ko'ringchi. Mas ko'tara olmayapti-da ya. Ko'taryapsiz? Qani yuringchi. Ha aka. Hammaga shifo bersin ilohim. Ha, yuryapti-ku, zo'r. Mana zo'ram. Faqat aka ko'tar yuring. Aka nechinchisi bu? Nechinchi kelishingiz? 57. Ne, quloq ketganmi? Kulak chala işteydi. Bo'ldi. Bir çep gözüme görmedi. Mayli, Alloh shifo bersin akajon. Faqat Xudo. İhlas kılıp geldik. Alloh shifo bersin aka. Mendan emas. Men quloqingizni ochmayman, Alloh ochadi. Alloh ochib ber bilan quloqni. Hatto gunohlarimizni kechir bilan hammasini. Rahmatsız ya şuncha adamı yaxshi qilib turibsiz. Bo'shayapsizmi? Ha, Yigilishyapsizmi? ha, Rostdanmi? rostdan. Qayerdan keldim dedingiz? Xivadan, Xorazmdan. Xorazm Xivadanmi? Ha. Alloh shifo ber. Sizde ikisizde de sen Endichi, yaxshi. nima yaxshi? Nima yaxshi? Ağırlık yok. O'tirib turingchi. Ye? Yaxshi mı? Allah'a şükür. Mendan to'nkamaylar Alloh qilyapti. Alloh shifo bersin. Qancha bo'lgan bu kasal? Qancha bo'lgan kasalingizga? Bir 5-6 yıl oldu. Ketdi qulog'i. Mayli yaxshi bo'ling. Xivaga yaxshi. Aka nechinchisi? Ha? Nima bezdi? Mana bir taraf. Og'riqlar bormi? Hozir bormi og'riq? Sal qo'ydi. Qo'ydimi? Endichi. Yaxshi. Nima yaxshi? Og'riqlar qolibdi. Qayerdan keldingiz? Namangan uch. Uychi? Ismingiz nima? Doniyor. Ha? Doniyor. Doniyor aka qani ko'ringchi. Yaxshi. Nima yaxshi? Og'riqlar. Qo'yib yubordimi? Qo'yib yubordi sal. Og'riq bormi hozir yo'qmi? Yo'q. Salmi bormi? Yo'q, hozir olib qolmadi. Qolmadi, ha? Shuni gapiring. Allohdan mendan emas. Akasi nechinchisi bu? İkincisi. Nima bezdi qildi? Şu boshqa oyoqqacha issiq oyoq. Issiq? Issiq suyuniydi. Boshqa operatsiya bo'lgan, qo'lqa sovitgan. Qo'shga bir og'riq. O'shatmoqchi hamma bir yangi dunyoga o'tkazsa yaxshi bo'lardi. Tanaga issiqlik kerakmi? Xudo xohlasa. Issiqlik berolma. Issiqlikni yut. Issiqlik kelyaptimi? Kelyaptimi? Butun tanaga issiqlik ber. Alloh. Tushyaptimi issiqlik? Kimni ter chiqib ketyapti. Ter chiqib ketyapti. Hozir muzlayotdingiz hozir. Shu qo'zg'ayapti, yo'llar ochilyapti. Ismingiz nima? Mahmud. Qayerdan keldingiz Mahmud? O'shdan. Hozir issiqlik keldim tanaga. Xudoga qo'llagan oyoq. Hozir muzlayotgandik-ku. Allohdan kelyapti. Alloh tusiz issiq, meniki emas. Rahmat. Hozirga shukr, hozirga. Alloh butun tanasiga issiqlik bergan, qalbiga issiqlik bergan. Rahmat. Nechinchisi bu? Ikkinchisi. Hatto og'riq beryapti. Belni oyoqlar. O'tirmay qo'yyapti. Ha, yaxshi bo'lganmi? Ichida. Hozir bormi og'riq? Sal yengillashdi. Yengillashdimi? Yut tavba. Endichi. Pastga o'tdi. Endichi. Bu ham yengillashdi. Allohga shukr. Qayerdan keldingiz? Toshkentda. Toshkent? Hozir ko'ringchi. Ha? Qo'yib yubordi. Ha? Pasti. Qancha bo'lgan bunga? Bunga belga 4 oy bo'ldi. Ha. Singandi, 2 oy yotuvdim. Hech og'riq qolmadi. Bu kuzda kelganimda tizamni yaxshi qilib o'rdingiz. Ha. Yaxshi zo'r bo'lib ketuvdi. Yaxshi tizam og'rib qolgandi. Ha. Mana hozir endi mana shu og'riq pastga ham berib yuboryapti. Hozir bormi hozir? Hozir sal pal bor. Hozir Yengillik bormi? yengillik bor.
boya yurolmay o'tirdim. Qani yuringchi. Ha? Nima? Allohga yaxshi zo'r. Zo'r. Endi yuraver shekilli endi. Tomir tortyaptimi? Davolab ber Alloh. Ko'ringchi. Qo'yvordimi? Salpa ilg'iydi, qo'rqmanglar. Ilg'iy qo'rqmanglar. Это второй сеанс, да? У меня уже есть, уже чувствуете. Чувствуете, да? Спасибо. Сегодня второй сеанс или первый? Утром только. А это утром первый был? Второй. А это второй? Второй я вот это. Это второй? Да. Как вы чувствуете? Хорошо. Вы откуда? Таджикистан? Из Таджикистана. Таджикистан. Боли нет? Все нормально у вас? Из Таджикистана вас вам привет передали. Да? Одноклассник с места женой приехал, они уже. Здоровье. Да. Вот мне сказали, что привет передай. Спасибо. Вам тоже. Спасибо. Как сейчас вам? Хорошо. Вот здесь что-то лежал так резко. Опять голова что-то резко. А сейчас как? Все хорошо. Нормально. Как вас зовут? Тахир. Tahir aka. Tojikiston. Tahir aka вот так. Таджикабадский район. Tojikapa Таджикабадский район. o'sha rayon.